Yomonlar birovdan ko'radi, birovdan. O'zingni qayerda xato qilding? O'sha yomon bilan ham nima do'st bo'lding? O'sha munofiqqa nima sir etding? Oyat, Qur'on, hadis so'zlari qilma shu ishni deb turayotganda o'shani gapiga kirib nima qimor o'ynading? Alloh yaratgan Allohing qilma deb turganda nima sen o'shani gapiga kirib aroqni ichding, zinoga bording? Shunday qilib turib keyin inson o'zini boshini baloga, qiyinchilikka qo'yadi. Yana o'zidan emas, boshqalardan nolinib, shikoyat qilib, gapirib, uyidi yuradi. Hammamiz qo'yamiz xatolikka yo'l. Beayb Parvardigor, lekin vaqtida qaytish kerak. Tezroq tavbaga o'tish kerak, o'zni to'g'rilash kerak.